Masal Muxtor Xudoyqulov. Qarg'aning da'vosi. Qudratli qanotin kergancha mag'rur parvoz etar ekan lochin falakda. Pastdan uni ko'rib bir qarg'a qurg'ur, qaraki hasaddan joni halakda. Qarri, nahotki lochindek ucholmasam, menda ham shu qanot ikki dast panja, sabla to'parim ham undan emaskan. Utsam kerak undan yaxshiroq ancha. Qarri deya chirangancha qarg'a lapanglab ko'kka ko'tarildi, ammo bo'lmadi. Ana ko'ramiz deb to'qayga qarab ko'rgan parrandalar ko'ngli to'lmadi. Horib, charchab baland daraxtga qo'nib, xo'rpayib chiqqancha jig'i birona. Qarri, xastanimi? deya lochinni yanib, fitnayu fasodi tutgan dunyoni. Qarri, bilaman lochinning o'zi aybdor. Bizlarni mensimas u baland parvoz. Dunyoni ko'ziga qilmasammi tor? Boshqa qilmishlari ham emasdir oz. To'qayga tarqatib turli xil ig'vo, koshki emish hatto olsa emish ikki ko'zini o'yib. Qaqaqlab ming shovqin solsin kunutun, qarg'a qolaverar qarg'aligicha. Chunki lochin kabi parvoz etish uchun lochinning yuragi lozimdir picha.